Sport zal bo'ladimi, tennis kortmi, pilates yoki raqs dasturi, ko'p joylarda boshqaruv hanuz qog'oz va Excel orqali olib boriladi. Jadvallar qog'ozda, to'lovlar doimo nazorat talab qiladi. A'zoliklar va hisobotlar esa qo'lda yuritiladi. Natijada esa xatolar, yo'qolgan daromad va ortiqcha stress paydo bo'ladi. Aynan shu nuqtada Deepin ERP bu muammolar uchun yagona yechim sifatida ishga tushadi. Endi barcha jarayonlar bitta tizimda boshqariladi. Dashbord bu biznesingizni umumiy ko'rinishi. Bugun nechta mijoz bor, daromad qanchani tashkil qiladi, kimlar faol, barchasi bir qarashda ko'rinadi. Members bo'limida har bir mijoz bo'yicha aniq va to'liq ma'lumot mavjud. Qaysi paketda, qachon kelgan, a'zolik muddati qachon tugaydi, hammasi tartib bilan. Packages orqali xizmatingizni moslashtirishingiz mumkin. Oylik paketlar, darslar soni bo'yicha yoki maxsus takliflar, barchasi tizimda oson sozlanadi. Kim to'ladi, kim qarzdor, qaysi to'lov usuli ishlatilgan? Endi savollar yo'q, faqat aniqlik bor. Analytics bo'limi raqamlarni tushishiga yordam beradi. Qaysi paket ko'proq sotilmoqda, qaysi davrda daromad oshmoqda? Qarorlar endi taxmin asosida emas, real ma'lumotlarga tayangan holda qabul qilinadi. Va albatta, mobil ilova, mijozlar QR kod orqali tez va qulay kirishadi. Administrator uchun kamroq yuk, mijozlar uchun esa yuqori qulaylik. Deepin ERP bu shunchaki dastur emas, bu tartib, nazorat va barqaror o'sishga yordam beruvchi tayyor boshqaruv tizimi. Agar siz ham biznesingizni qog'ozdan chiqarib, real boshqaruvga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Deepin ERP aynan siz uchun.